Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Quyonchilik ma'lumotining serialiga xush kelibsizlar. Bugun 13-qismida biz golland quyonining kelib chiqishini haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Golland quyoni 1830-yillarda Angliyada chiqarilgan. O'sha paytlarda Angliyaga Ostend shahridan Belgiyaning Shimoliy dengiz bo'yidagi eng yirik shaharlaridan biri turli xil quyonlar olib kelingan. Ular orasida Flandriyadan kelgan kichik Brabant quyonlari ham bo'lgan. Ana shu quyonlar golland quyonlarining ajdodlari hisoblanadi. Golland quyonini tanib olish oson. Uning yunidagi aniq va qarama-qarshi rangdagi ikki xildagi naqshlari uni ajratib turadi. Ilgarilari golland quyoni dunyodagi eng mashhur quyon zotlaridan biri bo'lgan. Lekin kichik jamdagi dekorativ quyonlar paydo bo'lgandan so'ng bu zotning shuhrati biroz pasaydi. Shunga qaramasdan, golland quyoni hali ham dunyodagi 10 ta eng mashhur quyonlar zotiga qatoriga kiradi. Amerika quyonchilik assotsiatsiyasi standartlariga ko'ra 6 oydan katta golland quyonining og'irligi 158 kilogramdan 248 kilogramgacha bo'lishi kerak. Ideal vazn 204 kilogram deb hisoblanadi. Mana, hurmatli o'rtoqlar, gollandskiy krolik, черный akras deyiladi bu quyonlar. Xalq tilida bir xilida panda ham deb qo'yiladi, chunki bularni sababi panda deyishga Xitoydagi o'rmonlarda yashaydigan ayiqga o'xshatgani uchun rangidan shunda panda deyishadi. Aslida gollandskiy krolik черный akras deyiladi. Mana ularda sharfi tekis bo'ladi. Orqa oyog'ining uchida ham oq bo'ladi. Oldagi oyoqlari hammasi oq bo'ladi. Peshonasida pilagi bor. Peshonasida mana bunaqa naqalari ochki deyiladi. Mana qora ochkilari bor. Qora tarafi mana qora. Bu gollandskiyning черный akrasi. Buni har xil ranglari bor gollandskiyning. Har doim buni gollandskiyning belgisi bu sharfi bo'ladi va anaqasi peshonasida olovi bo'ladi. Bir xillarda mana sharfi oq sharfi bo'lmaydi, peshonasida olovi bo'ladi. Endi bu standartga, jahon standartiga to'g'ri kelmaydigan, jahon standartiga to'g'ri keladigani даже mana yoqdan chizig'i bo'lishi kerak. Oldi oyog'ining uchi bilan to'g'ri kelish kerak deb o'tirganda quyonda. Qorani o'rniga голубой ham bo'ladi, gollandskiy голубой akras, gavana akras ham bo'ladi, jigarin, gollandskiy jigarin, gollandskiy gavana akras deyiladi va hokazo. Shinshillaligi ham bo'ladi. Aguti ham bo'ladi, gollandskiy aguti akras ham bo'ladi. Ana shunga e'tibor qilishinglarni so'raymiz. 3 rangli golland quyoni esa boshqa nomlari bilan yaponcha golland quyoni yoki arlekin golland quyoni ilk bor Niderlandiyada chiqarilgan. Bu zotni yaratish uchun cherepaxoviy rangli, ya'ni tyuringenskiy golland quyonlari va Fransiyadagi arlekin zotidagi quyonlar o'zaro chachishtirilgan. Bugungi kunda 3 rangli golland quyoni Britaniya quyonchilik kengashi tomonidan rasman tan olingan. Oddiy golland quyoniga nisbatan 3 rangli golland quyondagi rangi joylar apelsin rangda bo'lib, ular ko'k, qora yoki shokolad ranglar bilan birgalikda bo'lishi kerak. Mana o'rtoqlar, 3 rangli yapon deyiladi boshqa tilda golland quyoni. Gollandskiy, ya'ni gollandskiy krolik, yaponskiy akras deyiladi. 3 rangli gollandskiy krolik. Bunisida endi sharfi yaxshi chiqmagan. Asosiysi shu tushunolishinglar uchun mana qora bilan qizil va oq rangi aralashgan gollandskiy krolik deyiladi. Mana bunaqa shunaqa rangda bo'ladi. Mana обязательно peshonasida pilagi bo'lishi kerak. Pilagi ingichka bo'lishi kerak. Qalindan ingichkasiga o'tib ketadi. Bir xilda qalin bo'ladi pilagi. Endi u ham o'zicha jozibali quyon, lekin jahon standartiga o'tmaydi-da. Kelaylik golland quyoni haqida
genetika tarafdan ozgina ma'lumot beraylik. Gollandcha dog'lik, ya'ni gollandskaya petnistis va inglizcha dog'lik, angliskaya petnistis quyonlarda kuzatiladigan asosiy ikki dog'lik turidir. Gollandcha quyonning tanasining old qismi oq bo'lib, faqat yuz va quloqlar pigmentlangan. Tananing orqa qismi ham pigmentlangan, lekin orqa oyoqlarining pastki qismi oq bo'lib, oq manjetka yoki poyabzal deb ham ataladi. Har bir tajribali quyonchi biladiki, bir xil otalardan chiqqan bolalarining barchasida ham ideal dog'lik bo'lavermaydi. Ba'zi jonivorlar yuqori darajada pigmentlangan, ba'zilar esa juda kam. Agar shunday noaniq shakllarga ega quyonlarni tanlab ko'paytirish davom ettirilsa, namunalardan ancha farqli ko'rinishlar paydo bo'ladi. Natijada juda keng xilma-xillikka ega dog'lilik darajalariga erishish mumkin bo'ladi. Masalan, og'ziga yoki burniga juda kam oq dog' bo'lgan jonivorlardan tortib, butunlay oq, faqat juda ozgina pigmentga ega jonivorlargacha. Bunday keng o'zgaruvchilarining sababi shundaki, gollandcha rastvetka kompleks belgilaridir. Ya'ni bir nechta golland genlarning ta'siri ostida shakllanadi. Pap 1921-yilda o'z tahlillarida DU1, DU2, DU3, DU4 deb belgilagan 4 juft genlarning aniq kombinatsiyasi standart gollandcha dog'lilikni beradi deb ko'rsatilgan. Keyingi yillarda Kastel 1926-yilda bir tomondan va Pannet va Pis 1925 va 26 ikkinchi tomondan gollandcha dog'lilik genetikasi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishgan va turli xulosalarga kelgan. Pannet va Pis Papning gipotezasiga yaqin turib, dog'lilikka ko'p juftlar genlar birgalikda ta'sir qiladi deb hisoblashgan. Kastel esa bu xilma-xillik bitta ko'p variantli allinomorfli gen qatori bilan izohlanishi mumkin deb bahs olib borgan. Boshqa olimlar fikrincha esa gollandcha dog'lilikni faqat bitta allinomorfli gen qatoriga bog'lash mumkin emas. Bu juda ko'p jihatlarni hisobga olgan holda rivojlangan kompleks belgisidir. Gollandcha rang quyonlardagi eng qadimiy xonakilashtirish natijasida yuzaga kelgan belgi hisoblanadi. 16-asrdayoq gollandcha dog'li quyonlarning suratlari mavjud. 18-19-asrlarda Niderlandiyada va Belgiyada Brabant quyoni deb atalgan dog'li zot keng tarqalgan bo'lib, u hozirgi gollandcha quyonlarining bevosita ajdodi hisoblanadi. Bu zotni keyinchalik angliyalik havaskorlar rivojlantirishgan. O'rtoqlar, biz o'zi bilamizki, yovvoyi quyonni kombinatsiyasi, genning kombinatsiyasi shu allellardan iborat. Aguti yovvoyi rang. Shu aguti yovvoyi rang qanaqa qilib golland rangiga uchrab qolgan. Aguti rangga kichik D va U allellar, mutatsion allellar qo'shilganda gollandskiy dog'lik quyon paydo bo'ldi. Aguti rangda. Chunki bu hammasi belgilar aguti mana bunda yovvoyi rangdan olingan. Va keyin yana mutatsiyaga uchrab, kichik A ga mutatsiyaga uchraganda bu yerda gollandskiy qora rang quyon paydo bo'lyapti. Shu kombinatsiyadan A geni joyda qolganda, mana D mutatsiyaga uchraganda gollandskiy голубой rang paydo bo'lyapti. Shu kombinatsiyadan. E anaqaga uchraganda, mutatsiyaga uchraganda o'sha gollandskiy sariq rang quyon chiqyapti. Agar B mutatsiyaga uchrab qolsa, kichik B bo'lib qolsa, anaqa gollandskiy Gavana rang paydo bo'lardi va hokazo. Qaysi gen mutatsiyaga uchrashiga qarab, C dan tashqari, agar C kichik C ga mutatsiyaga uchrasa, bizani quyonimiz polniy pigmentini yo'qotadi. O'tgan qismlarda biz sizlar bilan o'tgan edik. Pigmentatsiyasini yo'qotib, butunlay quyon oqga aylanadi, qizil ko'zlikka. Mana yana har xil ranglardan bor. Golland sotli quyonlardan. Mana aguti rang, gollandskiy krolik, aguti akras deydi.
Mana shunaqa akrasam bo'ladi ranglardan. Ikkinchisi mana Gavana. Endi buni ham sharfi tekis chiqmagan. O'zi bitta ota-onadan ham hammasi ideal chiqavermaydi-da, har xil chiqadi. Bir xil brakli chiqadi. Mana shunaqa. Gavana akras. Mana buni sharfi sal tekisroq chiqqan. Mana gollandskiy krolik, черепаховый akras deyiladi. Mana ya'ni tyuringenskiy akrasda mana. Agar men bu qora tuklar bo'lmaganda, sariq bo'lganda, gollandskiy krolik gold akras desa ham bo'lardi. Sariq bo'lganda. Bulardan tashqari yana shinshilla bor. Mana bu yog'i shinshilla ranglar ham bor. Уже hozir har xil tur ranglarini seleksionerlar chiqarishgan. Уже xilma-xil ranglar bor. Gollandskiy kroliklarda. Yana bitta e'tiboringlarni berishingizni so'rayman. Panda deyish bularni noto'g'ri-da, panda. Pandani faqat oq qorani aytadi. Men boya aytganimdek, ma'ruzada aytganimdek, panda nima uchun aytiladi oq qorani? Xitoylik anaqaga o'xshatish uchun, ayiqqa o'xshatish uchun. Shuning uchun panda deyiladi. Bularni o'zini nomi bilan qo'yish kerak. Odamlarni chalg'itmaslik uchun. Gollandcha dog'lilikda pigmentlangan uchastkalarning rangi albatta umumiy genotipga bog'liq. Qora, ko'k va sariq rangli gollandcha quyonlar eng tarqalgan hisoblanadi. Lekin ba'zida qora zonarli, temir seri va sariq zonarli turlari ham uchraydi. Agar quyonchilarning ayrim ma'lumotlariga ishonsa bo'lsa, gollandcha dog'lilikning eng krayniy tipi bu venalik oq quyon deb ataladi, ya'ni venskiy белый deb. Lekin bu zot haqida biz keyingi qismlarda batafsil ma'lumot beramiz. Bugungi 13-qismimiz nihoyatiga yetdi. Keyingi qismimizda biz angliyalik dog'lik quyonlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha va eshitgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.